Barchaga salom do'stlar, sizlarmen sport жаңалыктары. Videoni boshlamas burun arnaga tirkelib, videoga like bosuvdi unutmangizlar. Eng so'nggi axborotlar teqqani bizda bo'ladi. Promouter Canelo'ning kimdan qo'rqatanini aytdi. Canelo'dan nokautga tushgan bokschi Golovkin men trilogiya turali o'yin ashiq aytdi. Keyin biz konkurs jaralab qo'ygan edik. Kim ko'p kommentariy jasa, kim podpisatsiya bo'lsa, kim like bassa, soni birinchi videoning basini ko'rsatamiz degan. Amangeldi Ibadullayev birinchi bo'ldi. Eng ko'p kommentariy yozib, like basib, podpisatsiya bo'lgan adam bo'ldi. Keyingi videoda sizga chiqqingiz kelsa, kommentariy yozib, podpisatsiya bo'lingizlar. Konkurs ala oldinda axshalay siyliqlarda bo'ladi do'stlar. Endi videoni boshladik. Promouter Canelo'ni kimdan qo'rqatanini aytdi. Saul Alvares'nin burungi promouteri Golden Boy bokschisi Oscar De La Hoya Canelo super o'rta salmoqda olimning burungi chempioni David Benavides bilan кездесу o'tkazuvga hech qachon kelishmayotganini aytdi. Sababi amerikalik bokschi Alvares uchun tim xavfli qarsilash. Canelo Benavides bilan hech qachon кездеспейdi. O'ytkani u yosh ari talantda. Alvares odan qo'rqadi deb keltiradi De La Hoyaning so'zin. Eski salayıq, Alvares hozirgi vaqtda 2-o'rta salmoqdagi olimning absolyut chempioni. O so'nggi кездесуін o'tgan ayda o'tkazib, torchilarning sheshimi bo'yicha Gennadiy Golovkinning ailasini asirdi. Benavides bo'lsa keyingi jekpi-jegin ma'mur ayında o'tkazib, Kanadaning David Laminni jengdi. Canelo'dan nokautga tushgan bokschi Golovkin men trilogiya turali o'yin ashiq aytdi. Rossiyalik bokschi Sergey Kovalov Qozog'istondagi Gennadiy Golovkin men Meksikalik Saul Canelo Alvares arasındagi 3-jekpi-jekka qattiq o'yinni aytdi. 18-qirkuyek Las Vegasda Alvares torchilarining o'rtaq sheshimi bilan jengishga yetgan edi. Ne aytuva bo'ladi? Boksdan xabari yo'q odamga da bari aniq bo'ldi. Canelo jengishga yetdi. Bu mening fikrim. Yana birinchi ayqasda jengdi deb o'ylayman. Ikkinchisida jengildi. Al uchinchisida jengishni berib qo'ydi, dedi Kovalev Boks TV arnasındagi suhbatida. Eski salayıq. Kovalevda Alvares bilan judruqtasib 11 raundda nokautga tushgan. Oslayshi Hall jartilay og'ir salmoqda WBI belbog'idan ayrilgan edi. Sizlarmen sport жаңалықтар bo'ldi. Arnaga tirkelib, videoga like bosuvdi unutmangizlar.